Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Yana bir mijozimizni xonadoniga mebellarni qo'yib berdik, ko'rishingiz mumkin. Mana bunday kiraverishga prihoshkalarni joylaganmiz, do'stlar. Buni ko'rishingiz mumkin. O'zi mijozning xohishiga qarab turib, bu yerlarga o'sha veshelkalarni qo'yib berdik. Eshik ochilganda ko'rib turibsizlar, pastdan tepagacha seli bitta bo'lgan. Mana bu yerlarga ham xuddi shunday qilganmiz, mana ko'rishingiz mumkin, do'stlar. Juda ham chiroyli, akkuratli ishlaganmiz. Bu yeriga polka qo'yib berganmiz. Polkasi bir tomonda bo'lsin dedi. O'shaning uchun polka qo'yib berganmiz. Xo'p, bu tomonlari bo'ldi. Xudo xolasa kelinglar, endi yana bu yeriga ham ko'rishinglar mumkin, do'stlar. Mana bunday qilib avanli qilib, chiroyli qilib domda endi domga o'sha sharoit kerak. Ozgina joydan ham unumli foydalanish kerak, do'stlar. Mana shunday qilib открытие ochiq polkalardan joylab berganmiz. Yana bitta narsa, do'stlar. Ve kiraverishlarga juda ham chiroyli qilib shkaf qilib berganmiz, do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Shkafimiz avanli bo'lgan, tepalari, tortmalari mana bu nimalari bo'lgan. Mana bu yeriga o'zi klientimiz xohishiga qarab turib, maydagina tortmacha qilib berganmiz. Tortmalarimiz ham har doimgidek tandem mexanizmlardan foydalanganmiz. Taylari o'sha o'zini MDF materiallaridan. Orqalarini to'sib berganmiz, orqasiga o'sha oynasini zakaz qilib qo'yilgan. Mana bularni bunday qilib joylab berdik. Juda ham chiroyli chiqdi, do'stlar. Bunga ham o'zingizlar alohida kommentga yozib ketasizlar fikringizni. Xo'p. Endi bu xonaga chiqamiz. Mana bu yerga kelaverishingizga bu yerda bir juda ham chiroyli narsa qilganmiz. Burchagimiz, nima desak bo'ladi sizlarga? Bu burchak 45 ga 45 gradus bo'lgan. Hozirlarga ochib ko'rsatamiz. Push qo'yib qo'yganmiz. Ha, bu yerga burchak qo'ymadik. Yo noto'g'ri qilgan bo'lsa, aytinglar. Push qo'yganmiz. Kim o'zining fikri bo'ladigan bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin. Mana bunday qilib burchakka kladovka qilib berganmiz. Uni qilib yopasizlar. 100% davutchilik petlar qo'yilgan. Ko'rib turibsizlar. Pushni bosasizlar, chiqaveradi. Ikki chetini mana bunday qilib turib, plankalar qo'yib berganmiz. Albatta, tay qismlarini ko'rib turibsizlar. Podvisnoy yerdan ko'tarib turib ilingan. Yana bir narsa ko'rishingiz mumkin. Mana bu spanli garniturlarga moslab bu yerga chiroyli qilib shkaf qilib berdik. Dizayniga o'zingizlar отдельный baho berasizlar. Bu yeriga o'sha nimasi trimoga bu yerda ikki tarafi, bir tarafida mana shkafni joylaganmiz, bir tarafida polkalari, ruchkalari endi boshqa tema ko'rib turibsizlar. Alohida e'tibor berganmiz har bir narsaga. Tortmalarimiz hammasi mana o'sha tandem rolilardan xotirganmiz. Hammasiga ishlashlarga e'tibor berasizlar, do'stlar. Mana juda ham chiroyli, akkuratli qilganmiz. Bu yerlarga pantograf joylab berganmiz, do'stlar. Pantograf tortadigan bo'ladigan bo'lsangiz, mana bunday qilib oldingizga olib kelib beradi. Xohlagan kiyimingizni ilasiz. Bu 12 kiloliga Stalex yangi chiqqan yangi versiyasi. Sababi eski versiyasida shurupni o'rnlari ko'rinib turardi qotirgan joylarida. Bu yangi versiyasida ko'rinmaydi, do'stlar. Bu xonadonimiz agar eslagan bo'lsanglar, do'stlar, bu xonadonimizni eslagan bo'lsanglar, agar bu yerga o'sha kuxonniy mebellarni qo'yib berganmiz. Yana bir narsa, mijozlarimiz bir xil joylarga boradigan bo'lsak, oshxona mebelni to'g'risi juda ko'pchilik qimmatga qildiradi, lekin tutishni bilmaydi. Mana bunday qilib juda ham chiroyli, pokiza holatda tutyapti. Tepa qismlarini o'sha salchichalarni toshdan qilib berganmiz. O'sha bitta obzorga tushiribmiz oshxonamizni. Kimga shunday mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, bemalol aloqaga chiqa olasizlar, xudo xolasa. Doimo aloqadamiz sizlar bilan. Pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xo'p, biz o'zimizga endi MDF-larni ham qo'shganmiz. Mana bularni ham nima qilasizlar? MDF-lar ham yasashni boshladik, xudo xolasa. Xonadonni noldan berasizlar. Boramiz, joylarni ko'ramiz, hammasini antizo hisoblab, qaysidir o'sha nimalarni chiqarib, dizaynlarni chiqarib sizga ko'rsatamiz. Hammasini narximiz ma'qul keladigan bo'lsa, keyin sizni ishingizni boshlaymiz. Hamma narsa original ishlatamiz, prosto narsa ishlatmaymiz. Joy-joyiga chiroyli qilib qo'yib beramiz.
Bu yerda ham xudo olsa 2 kun ustanovka qildik. Toshkentdamiz, Parkentskiy, Oqsaroy domlaridamiz. Sizlar bilan Yevromebel bo'ldi. Yana YouTube orqali ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'ling.